Xo'jayinimning aytishlari bo'yicha keraksiz narsalarga juda ham ko'p pul sarflarkanman. Mana shu sushilkani men 57 mingga oldim desam, ishonishmadi, siz meni aldayapsiz deb. Lekin videoni oxirigacha ko'rsalang, sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir biz mana shu issiqda magazinga ketyapmiz. O'g'lim bilan lajniy salfetka olgani albatta, chunki issiq suvimiz tugab qopti. Endi esa 1 2 3 ali op deb bolaponimni kiyintirib olsam, doim nedavoniy, chunki oyoqchasi og'riyapti, og'dan tishi chiqyapti, yana bir narsalar xullas. Jonim bolam og'rimasin-da. Endi esa Yandex Marketdan olgan sushilkamni raspakovka qilish vaqti keldi, chunki Yusufxon uxlab qoldi. Mana shu joyda idishlarim tiqilib, qiynalib turadi. Bitta idish olaman desam, bittasi sinib ketaydir. Nima deysizlar qizlar, sotib olib to'g'ri ish qildimmi? Buni sizlarga ham o'rgataman. 57 ming so'mga olishdi. Yandex'ga taksi chaqiradigan ilovaga kirsalang, market bo'limidan idish-toq sushilkani turlari bor. Men mana shuni tanlab oldim. 128 mingli. Endi promokod degan joyiga xonim 60 deb yozsalang, 60% chegirmada 51300 so'mga olasizlar. Endi esa yana bitta xonim 55 promokodim bor. Bu uzoqroqqa ishlaydi. Bu esa 57 ming bo'ldi. Ikkovida ham chegirmada xarid qilib olasizlar. Chegirmalar soni cheklangan, ulgurib olinglar.